Көзгә ылмаган чумак қаңшарны ярар. Buningdan uzoq zamonlar ilgari bizdan yiroq bir makonda bir yurt bo'lgan ekan. Ashu yurtda bir palvon o'tgan bo'lib, uning Qadir deb bir o'g'li bor ekan. Atasi Qadirni kichikdan boshlabla chiniqtirib, o'zining barliq hunarlarini o'rgatishga boshlabdi. Qadir 18 yoshga kirganda otasining hamma hunarlarini o'rganib, bir qo'lda yo'g'on quram tashlarini beshidan egiz ko'tarib, pirqirtib o'ynaydigan kamolatga yetibdi. Qadir palvonlikda kamolatga yetgandan keyin yurt kezib, jahonni aylanibdi. Yamonlar uchirsa adbini beribdi, ojizlar uchirsa yer yo'lak bo'pti. Qadir o'zining palvonligiga shundoq ishondikanki, safarga chiqqanda hech qanday qurol yaroq yoki to'mirning sunqichilik narsa olmaydi ekan. Otasi Qadirning bu ahvolini bilib, uningga samimiy nasihat qilibdi. O'g'lim, sen o'zingni er chog'lasang, o'zgini shir chog'la. O'g'il bola deganga yaroq amroh. O'ziga ortiqcha ishonish, tamanno qo'yish yaxshi ish emas. Qadir o'zining karomatiga otasini ancha ishonmayotdi deb o'ylab, "Ota, qurol yaroq yo'lda yuk bo'lib qoldi ekan", debdi. Otasi: "O'g'lim, burunqilar kerakli toshning egri yo'q" debdi ekan. "Sen bu so'zning tegiga yetsang, qo'lingga to'mirning sunqichilik bo'lsa-mu, yaroq elib ol. Beshingga kun tushganda asqatidi", deb tanbih beribdi. Qadir dadasining nasihatiga, tahbiriga ma'qullik bildiribdi, lekin u ko'ngilda yana qoyil bo'lmabdi. Kunlarning birida Qadir yana o'z odati bo'yicha qo'liga hech qanday narsa olmay safarga chiqibdi. Qadir bir kun yo'l yurib, kun patarga yaqin bir tog' bag'riga kelib qopdi. U qorong'u tushgacha biror qo'nalg'uga yetilish uchun yo'lni yana davom qilibdi. Egiz tog' bilan o'ralgan jira ichida ketayotganda tuyuqsiz bir to'p qaroqchi paydo bo'ldi. Uning yo'lni to'sibdi. Qadir xili kuch elishib baqqan bo'lsa-mu, ammo lekin qilich, nayza, shamsharlar bilan to'liq qurollangan qaroqchilarga tang kelanmabdi. Qaroqchilar Qadirni tutib, o'zlari turadigan bir o'nkirga elib beribdi. Qadir shu chaqdala otasining so'zini esiga elib, eg'ir xo'rsingan holda o'z-o'ziga: "Hey Isit, otamning nasihatiga kirgan bo'lsam, mushu kunga qolmaydim", debdi. Qaroqchilarning sardori uning gapini anglab: "Otang nima deb nasihat qilgandi?" deb so'rabdi. Qadir: "Otam kerakli toshning egri yo'q, qo'lingga to'mirning sunqichilik narsani ilib olsang, beshingga kun tushganda asqatidi degan edi. Men otamning nasihatiga kirib, qo'limga bir tal yengna yoki o'rikning cho'mqini bo'lsin ilib olgan bo'lsam, bu kunga qolmaydim", debdi. "Shundoqmi?" deb qaqoqlab kulib ketibdi qaroqchilarning sardori. "Undaqda men senga telefon bo'yicha bir tal o'rik cho'mqi beray. Sening qo'lingdan nima ish keldi-kin, tutamana." Qaroqchilarning sardori ko'yayotgan o't ichidan bir tal cho'moqni Qadirga yetib beribdi. Qadir cho'moqni qo'liga elibla qaroqchilarning sardoriga qartib etibdi. Ko'yayotgan cho'moq u qaroqchining qanshirini ezib, yuzini ko'ydiribdi. Og'riq chidmagan qaroqchi qo'ldagi qilichni tashlab yuzini tutibdi. Qadir shu fursatdan foydalanib, chaqqonlik bilan qilichni oldi-da, qaroqchilarning sardorini o'ltiribdi. Boshqa qaroqchilar ko'zni yumuq ochqichi bo'lgan bu ishlarni ko'rib, nima qilarini bilmay qopdi. Qadir ularga o'z aybisini ko'rsatib, hammasini qo'rqitibdi. Oxirida ularga qaroqchilikni tashlab, halol emgak bilan yashash to'g'risida nasihat qilib, ularni o'z yurtiga ketishga buyuribdi. Qadir uyga qaytib kelgandan keyin bo'lgan ishlarni otasiga aytib beribdi. Otasining Qadirning chechanligiga qoyil bo'libdi. Qadirning boturligi tog'dan tushib tarqab ketgan hiyliqi qaroqchilar orqali el ichiga tarabdi. Aytishlarga qaraganda, ko'zga ilmagan cho'moq qanşarni yarar degan maqol Qadirning ashu kechirmishidan qilib bizgacha yetib kelgan ekan.